Hello do'stlar, so'rovnomamiz g'olibi gamburger yeymiz. Bismillah. Qisqa foydalari: tez energiya, non va go'sht kuch-quvvat beradi. B guruhi vitaminlari asab tizimi va miyaga foydali. Sabzavot bo'lsa, foydaliroq salat, pomidor, piyoz vitamin qo'shadi. Tarkibidan quyidagilar bor. Endi zararlari: yog' miqdori yuqori, semirish va yurak muammolariga olib keladi. Oq non qondagi shakarni tez ko'taradi. Hazmga og'ir, oshqozon va ichakka yuk bo'ladi. Xolesterin ko'payadi, yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortadi. Tez-tez yeyilsa qaramlik paydo bo'lishi mumkin. Kimlar uchun zararli? Qandli diabeti borlar, oshqozon, jigar muammosi bo'lganlar, qon bosimi yuqori, ortiqcha vazni borlar. Xulosa, gamburgerni kam me'yorda iste'mol qilish kerak. Doimiy ovqat sifatida tavsiya etilmaydi. Obuna bo'linglar. Bundan da qiziqlari hali oldinda.